Xitoy Temu programmasi bloklanayotgan ekanmish deb bizada. Aynan mana shu video ostidagi qiziqarli kommentariyalarni birgalikda o'qiymiz. G'iybatdan girls. Rasa maqtab chiqardingiz-ku Temuni zakaz qilishni o'rgataman deb. Yopildi endi yomonlab boshqasini o'rgatyapsizmi? Birinchidan, men Temudan mahsulot zakaz qilaman deb hech qachon reklama qilmaganman. Ikkinchidan, Temuni reklama qilgan bo'lsam, faqat yomon taraflarini aytib, zakaz qilishda maslahat bermayman degan videolarni chiqarganman. Siz aynan o'sha videolarni ovozsiz ko'rgan bo'lsangiz, ayb mendami yoki sizdami? Bu tikka tuhmat emasmi mabodo? Sanchi O'zbekistonning pulini Xitoyga chiqaryapsan, yig'ishtir boshqa ish top o'zingga. Katta ehtimol bilan aynan mana shu kommentariyani Xitoyda ishlab chiqarilgan telefon orqali yozilgan. Xursandmisiz? Noningizni yarimta qilib qo'ygandi deydi Temu. Endi ancha ko'kragingizga shamol tegibdi-de, a? Bitta dona kommentariyada qanchalik darajada nafrat. Nima bo'ldi? Tepadan telefon qilishgan ko'rinadi. Boshqacha tema bo'lib ketdi-yu. Xo'jayin, hammasini siz aytgandek gapirdim. Suv qaysi tomonga oqsa, shunga qarab oqarkansizda. Xullas qarindoshlar, pul sizniki. Siz qaysi platformadan olasiz, bu sizni ishingiz. Faqatgina qarindoshingiz sizni Xitoyning Temu programmasida mahsulotlar ancha-muncha sifatsiz sotilishi hamda ancha-muncha qimmat sotilishidan ogohlantirib qo'ydim. Aynan mana shu ogohlantirishimning orqasidan mana shuncha go'zal kommentariyalarni ko'plab insonlar menga yog'dirishmoqda. Qaytaraman qarindoshim. Pul sizniki, xohlaganingizcha ishlating.